Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqacılıq, Washington'dan sözdəyimiz. Bugünkü İslaq 2025 yıl 5. ayının 31. gün öptüğü şembe vatandaşlar. Bugünkü vaziyetimizde ise Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti tünügün 30. günü atligende şundaq söz dedi, üzünkiye sosyal, hakikat sosyal medyası da şundaq fikir kıldı, şundaq söhbət bayan kıldı. Mesela Cungo Kompartiyası yakında imzalagan, Amerika Cungo iki taraf imzalagan soda kelişimi. Tam o yine bece kelişimi, 5. ayının 12. gün. Bu kelişimde Cungo Kompartiyası bu kelişimden kısmen mezmunlara halaplık kıldı. Depolupla ahara degen bir ağız sözü ya ki bir cümle sözü boldu. Müşiyegici bolsun. Yani bir cümle sözü hem de devamlık yaxşı adam bulalmayımız. Muşundaq mezmunda eytti, hesapta hazır Cungo Kompartiyası bilen Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti oturusu imzalangan 5. ayının 12. günüdeki soda yaki tam oydu böce kelişimi 80 günlük vakit yaki 90 günlük vakitte kıskıca. Şunçılık vakitte imzalangan kelişim gibi Cungo Kompartiyası xilaplık kıldı kelişim toxtu deydigen gep vatandaş. İkinci bir bette bugünkü xalqara vaziyet kilovatkanın kıska haberleri yetip geldi hazır. Rusya'da Kreml sarayı parakende. Yani Ukrayna armiyası F-16 bölgelük aeroplan bilen bugünlerden Rusya'nın hava təvəllikiga büsüp girdi vatandaşım. Ahval mana muşu derdiga yetdi. Endi Cungo'nun özünün işki kısmını neyse vaziyet doğru söylesek bugün kilovatkan fikirlerde Can Yuşa, General Can Yuşa kurallık kuş bilen Jonaha'yı kirdi. Arlıqda bir digeni dok. Bugün yana geldi bu haber, muşu süpetli geldi vatandaş. Kurallık kuş bilen Jonaha'yı kirdi. Hazır emdi Can Sincel'in öyleyse bugünkü onun hazır kelgen haberi de ne dedi? Bu yıl ya bu gün ya ki 5. ayının ahırada Eçilişki tigişlik bulgan sesi büronun yığını içilmedi. Bunun da Reis Xi Jinping ağırıp kaldı mı? Ya ki ne mi iş oldu? Dep sual koydu. Can Since efendim. Yani müşünün münasebetli kaldı bugün sizlerge bir abzas nemesen mavzumunda Prezident Donald Trump kelişimge xilaplık kıldı, bidi tenkit kıldı. Cungo baş elçixanası cevap qaytırdı mavzulu haber 5. ayının 30. günü. Ven bir torbet edilen kılında haber mındak başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump 30. günü hakikat sosyal medyası da. Yaxşı bir kişiyi pozisyon bilen Cungo taraf bilen tamajda beceni boşaştırış kelişimi imzalagan idim. Lekin Cungo bu kelişimge ozul kesil xilaplık kıldı. Endi yaxşı adam bolalmayman dep kirsin. Cungo'nun Amerika turuşluq baş elçixanasından bayanatçısı 30. gün cevap qaytırıp mundaq dedi. Cungo Amerika iki taraf nurgun katlamlarda devlet işler keçirin nurgun katlamlarda ravallaştırıp, alaqı münasebetlerini ravallaştırıp, Cungo Amerika tarafından kəmis karakterli çekleştirini toq tutuşqa haydaşlar kıldı. Demek Cungo tarafından bayanatı neme? Bu kelişimde Amerika Qoşmuş Ştatları bizge muamele kıldı. Lekin bu muamele kılış kəmis karakterlik oldu. Bu Cungo'lukla cevabı ki vatandaş kıskısı bugün 5. ayının 13. gün imzalanan kelişim ahırki hesapta bozuldu. Ya ki bu iş tügüdü diyen gep vatandaş. Endi siz şuna dikkat kılısınız ki endi şuna dikkat kılısınız ki vatandaş ikinci, üçüncü. Amerika Cungo iki tarafta ilgirleş toxtab kaldı.
Belki eski devlet rehberleri özleri oturuğa çıkıp gelişimge bir vasıta arılışı mümkün. Bunu kim etti? Amerika Koşmuş Ştatları. O devletin Maliye Ministeri Scott Beysen etti. Demek bir yerde değil o dedi ki eski devlet rehberi oturuğa çıkış gerek. Telefon arkalık mı? Bu belki. Yüzümüz oturup mu? Bu belki hazır. Mutlaka mümkün emez. Reis Xi Jinping bilen Prezident Donald Trump'tan 100 oturup söhbet kuruş nöbetke vaziyette mümkün emez böyle. Yani bir haber vatandaş. Aldıraptığını hep çekçigiri acırattı. İzbasar Xi Jinping'i kollamaydigan boldu. Mavzulu haber 5. ayının 30. günü ben Vitor bitirilen kılım. Bu haberle mezmunu nime mesela hazır İzbasar. Biz sizlerge 2 günde bir söz deyip geldik. İzbasar kim? Bronco siyasi büronun sabık azası Wang Yang. İzbasar kim? Mesela sabık devlet reisi Hu Jintao körsetken tayinligen Hu Jinhua. Endi bugün yana bir izbasar oturuğa çıktı. Bu kim? Deng Xiaoping. Bunun içinde Hu Jinhua avvalki Hu Jintao'nun adamı. Deng Xiaoping bugün müşküllerde reis Xi Jinping'in katibiydi. Keyin hazır Merkezi Komitesi İşhanesi'nin başlığı. Şunlarla koşumça devletin muavin veziri bo'lgan adam. Muşu adamlarını bir oturuğa koygandan qaraganda körüvenin ki hazır Jonayxayda reis Xi Jinping ağdırılırdıgan bolsa, pensiyaga chiqadigan bolsa, o'rniga kim keladi degan masalada hazır 3 nafar kishi nomzod bo'lib o'tirg'i chiqdi. Wang Yang, Deng Xiaoping. Wang Yang, Deng Xiaoping yani birisi kim edi? Wang Yang, Deng Xiaoping, Hu Jinhua. 3 adam o'tirg'i chiqdi. Bunun içinde hazır kim kimle tanlap aldı, kim kimle kabul kıldı. Muşlarının içinde izbasarlığa tayinleşkin nöbet reis Xi Jinping'in hukuku bağımı yok. Başta ettik, Johnson mi dedi, bu adam ya ki ağırıp kaldı ya ki bir iş. Çünkü siyasi büronun yığını çakırılmadı. Bu doğruda kandak doktal dedi, söz kıraptırın ha buna. Jonayxay vakayla dövüşçü kirip kaldı. Jonayxay. 5. ayının oturlardan başlayıp Xi Jinping pensiyaga chiqadi deydigan şiddetli haberler arkadan tarqalışga başladı. Xi Jinping o'zi ham 5. ayının 20. günü Henan Luoyang'a kelib, arkadan yana g'oyib bo'lib ketdi. Xinhua Xi Jinping to'g'risi yangi xabarda mundaq ko'rsatdi. 5. ayının 21. günde 30. güngacha 50'tek, 60'tek şundak madılık siyasetler oturga çıktı. Lekin Xinhua muşu siyasetlerge münasebetlik Xi Jinping diye isimli kızgam. Bu tarafta katta belge oğa vatandaş. Bu bişaret karakterlik belge olur dedi. Bu metbuat, yani akbarat ornu etip atkandı bu geplerini. Bu bişaret karakterlik belge. Sizge biri vatkan belge, dünyaya biri vatkan belge vatandaş. Gerçi partiya matbuatları Jonayxay ittifaklaştı, partiya ittifaklaştı deydigan. Muşundaq qiliqi saxta ko'rinishlik. Ko'rinishlarni ko'rsatib, ahvolni yoshirib turgan holatdami? Oxirida nima ish bo'ldi? Jungo, Palla Akademiyasi qurilganligining 70 yilligini tabriklash marosimida qatnashgan kishi kim? Heliqi Deng Xiaoping. Meydanda özünü hazır kılıp gösterken kişi hele Deng Xiaoping diyen adam. Deng Xiaoping diyen adam bu yığında ne dedi? Kança vakit sözlüdü mansek demetli vakti. Fakat notuk sözlügende bir lakatem Xi Jinping diye isimli elep kızgan başkalarını. İşlerini yakı yol atmagan gep vatandaş. Onundaki şu yığında yüzün aşkar aldı. Gerçi Xi Jinping'in ismini oturgu çıkarması mı? Xi Jinping'den çek-çigire ajratqanlığını, onundan yiroqlashqanlığını yığın ahliga topshirdi degan gap. Bunun o'zi nima desangiz, Jonayxayda bir muhit bor. O muhit Xi Jinping'dan xoli bo'lish muhiti.
yoki tashabbus qilinayotgan, shuning uchun kurash qilinayotgan muhit amaliyotda butunlay shakllanib bo'lmasimi, oshundoq kayfiyat bor. Shu kayfiyatga javob berish uchun Deng Xiaoping nima dedi? Biz Reis Xi Jinpingdan yiroq turadiganligini, Reis Xi Jinpingni qo'llamaydiganligidan bishorat berdi. Jungo Palla Akademiyasining yig'inida bu, ya'ni Jungoning bir vaziyati vatandoshlar. Endi qisqa xabarlar qarang, endi vatandosh, qisqa xabarlar dedim deydi. Qisqa xabarlar 5 minut ilgari. O'sha chiqishdan burun 5 minut ilgari Prezident Donald Trump Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti a'zosi bo'lib kirishni tasdiqlaganligini e'lon qildi. Bu endi qaltis xabar vatandosh bu. Bizning yozma shakli yo'q, endi to'liqlab kelsa yozma shakli yetib kelganda sizlarga so'zlaymiz. Yana bir kengaygan siri bu xabar. Yoki ochiq e'lon qilingan yana so'zlaymiz. Mushunchalik anglab turinglar. Navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirishini qo'llaydiganligini e'lon qildi. Butun dunyo tabrikladi. Butun dunyo tabrikladi. 101 salyot butun kechini yuritdi. Bu qayerda bo'layotgan ish vatandosh? Bilinmadim, tushunamadim, lekin siz anglang buni. Jungo g'azabdan yerilaydib qoldi. Tiantong AI torbiti 5-ayning 31-kun YouTube 2 soat ilgari, onun uchun 5 minut ilgari, biz uchun 2 soat ilgari. Bu xabarni esangiz to'g'ri. Yana bir xabar. Zhang Yushan harakatga o'tdi. Alohida qismlar Junanxayga biskirdi. Jungo nazar torbiti YouTube 1 soat ilgari başlaymadık. Kreml sarayı parakende oldu. Ukrayna armiyasi F-16 aeroplan bilan Rossiyaning havo tabaligiga bosib kirdi. Bu yerda nima dedik endi? Alohida qismlar Zhang Yushan generalining rahbarligida Junanxayga bosib kirdi. Selektiron ikki vatandosh. Torbetlarda shiddatli xabarlar tarqalishga boshladi. Xi Jinping ordu ishida ko'p cheket, nima ish qildi, nima ish bo'ldi. Runyanning nazari 5-ayning 31-kuni YouTube vatandosh. Yana bir xabar, qisqa xabar. Prezident Donald Trump Jungo bilan o'tkazilgan har qanday suhbatni amaldan qoldirdi. Bu katta gap bo'ldi-da bu xabar vatandosh. Shaolin maliyasi 5-ayning 31-kuni YouTube. Demak, bundaqda hamma suhbatni bekor qilgan bo'lsa, balki Jungo bilan Amerika o'tirishga munosabatmi adojuda bo'lishi mumkin. 31-kuni YouTube. Yana bir xabar. Armiya gazeti, ya'ni Jungoda Armiya gazeti Xi Jinpingni rasmiy tanqid qildi. Bu maqoltis gap mana bu. Konkretlashgan balki nima deymiz, endi konkretlashgan, doimiylashgan. Shu to'g'rida so'zlab turayotgan. Xi Jinping to'g'risi emas, Jungoning siyosati. Armiyasi to'g'ri so'zlab kelayotgan bir matbuot yoki Jungoda Ozodlik Armiya gazeti bilgan Reis Xi Jinping rasmiy tanqid qildi deydi vatandosh. Armiya gazeti kuchli maqola e'lon qildi. Saviyasi nayta eg'ir bu maqolaning deydi. Xuddi yorliqqa o'xshaydi bu. Demak, yorliq tarqitish, jiddiy siyosat e'lon qilish deganda. Yoki ultimatum shaklda javob qaytarish yoki savol so'roq sahnasiga tortish degandek. Hozir Armiya gazeti Xi Jinpingni tanqid deganda shunday maqola e'lon qildi. Buni misli ko'rilmagan deb tasvirladi. Endi shundaqla bu paytlar hozir Jungo uchun sezgir paytlar deb e'lon qilindi. Ko'pchilik Xi Jinping balki allaqachon ko'pchilik savol belgisi, undash belgisi. Nima deymiz buning hamda vatandosh hech nima deyolmaymiz. Xi Jinping balki allaqachon ko'pchilik savol belgisi, undash belgisi deyolmaymiz. Ekranga nima chiqqan? Torbetga nima chiqqan bo'lsa, sizlarga shuni yetkazamiz vatandosh. Endi yana bir xabar. Bu xabarchi rayon va Dayi Payan torbeti 5-ayning 31-kuni yuqori xabar.
Ekranda yana bir haber. Xi Jinping'in vakit çeklemesi koyuldu. Bu kaltışka Xulos qilib kelsangiz oxirgi hesab Xi Jinping'in vakit çeklemesi koyuldu. Asli mavzu siyosiy byuro bugun shanba oxiri portlab chiqdi. Ruhaniyaning dunyoga nazari. Nima deydi siyosiy byuro bugun oxiri portlab chiqdi. Chek qo'yildi. Yuqori Johnson nima deganda bugun siyosiy byuroning yig'ini ochilmadi. İki tarafdan iki xil xabar şekilde kelyapti davlatdan. 5-ayning 31-günü YouTube vatandaş. Yana bir xabar. Prezident Donald Trump Tayvanni qo'g'daydi. Hindiston Jungo chegarasida tuyuqsiz voqea yuz berdi. Bu chegara qaysi chegara? Masalan, mustamlaka Uyg'uriston chegarasimi yoki mustamlaka Tibet chegarasimi? Kirib o'qiymiz vatandaş. Hindiston Jungo chegarasi tuyuqsiz voqea yuz berdi. Yaqindan beri Hindistonga munosabatli qoldi Tibet tarafdan. Arvanachal yani Xitoy tilida Zangnan deydi, Janubiy Tibet deganga. Zangnan deydi, qaltishim qo'yishim Xitoy degan. Zangnan. Hindi tilida Arvanachal deydi ekan. Shu atrofda bo'lishi mumkin voqea. Hindiston Jungo chegarasida voqea yuz berdi. Xi Jinping Chin turmasiga kirdi. Bu gapni ko'rganda Xi Jinping Beijingdagi Chin turmasiga kirdi. Armiya ichida zo'r voqea yuz berdi Jungoda hozirgi kunda. Qurolli saqchi qismlarning muqimlikni saqlash qismlari kuchigidek voqea yuz berdi. Ham armiya ichida voqea yuz berdi, ham qurolli saqchi qismlar ichida voqea yuz berdi. Shavdon moliyasi 25 minut ilgari. Jonanxay armiya, Xinhua matbuot qurolli saqchi qismlar. Bugungi Jungo vaziyati o'rlab mush darajaga yetdi. Eng yomoni hozir bu vaziyatni texmi jiddiylashtirdigini Jungo o'zining qilig'i bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'rtasidagi savdo va tamoyda beji kelishimini yenib chiqish yoki uninga xiloflik qilish bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpni ranjitdi yoki hap qilib qo'ydi Jungo hukumati vatandaşlar. Endi yana bir xabarimiz Kreml sarayi alahzoda perişan. Qurolliq tekshirish punkti to'g'ri bitdi. 5-ayning 31-kuni YouTube. Endi eng oxirida jangoy shashvishlarni qildi dedik-ku. Orada kirdi, Jonanxay kirdi, endi bu yerda chiqayotgan bir gapni deydi. Jangoy Xi Jinpingning barliq xizmatidan biroqla istifa berishini talab qildi. Demak, mushtalab rost bo'lsa, askariy qismlarning Jonanxay kirganligi rost bo'ldi vatanda. Tanqid So'shavxi 5-ayning 31-kuni edi. Hozir sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi kelishimdan 5-ayning 2-kunida kelishimdan buzilganligini, yemirilganligini, bu to'g'rida prezident Donald Trumpning ikki jumla so'z qilganligini, qisman kelishimning mazmunlariga Jungo xiloflik qildi. Bo'ldi. Endi bizning ishimiz bu yerda to'xtab qolsin. Ondan keyin biz endi yaxshiroq bo'lib olmaymiz. Yaxshi odam bo'lib olmaymiz. Buningda bishorat va signal xarakterlik mazmunlar bor. Ya'ni Jungo bilan Amerika munosabati buningdagi qanday taraqqiy qildi degan gap. Shu asnoda hozir Rossiyada yon tarafdan kelayotgan xabarda harbiy harakat F-16 Rossiya havo boshlig'i Kreml sarayi alahzoda hozir Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush jiddiychiligi. Endi suhbat, tinchlik suhbati degan Ukraina bilan Rossiya ichida Rossiya o'rtasida to'xtab qoldimi? Demak, buningda Rossiyaning samimiyati yo'q. Unda qanday bo'ldi? Ukraina hozir tashabbuskorlikni qo'lga olib, umumiy saf bo'yicha Rossiya tarafga hujum qildi vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz mana mushagicha. Rahmat, anglag'ininglarga.